Ezgulik manzili. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan tashkil etib kelinayotgan ushbu aksiya bugun minglab bemorlarga shifo topmoqda va hayotga qaytishiga xizmat qilmoqda. Mazkur ezgu sa'y-harakatlarning navbatdagi manzili Qashqadaryo viloyati. Tafsilotlar hozirgi lavhada. Bola og'riyapti, muammo dorida emas, balki imkoniyatda. Bugun ana shunday bolalar uchun esa imkoniyat yaratildi, ya'ni xayriya aksiyasi bo'lib o'tyapti. Ushbu aksiya doirasida konsultativ hamda ixtisoslashtirilgan tibbiy ko'riklar o'tkazilyapti. Xonzoda 11 yoshda. U ancha vaqtdan buyon oyoq bo'g'im bilan bog'liq kasallikdan aziyat chekadi. Ushbu xayriya aksiyasi qizaloqning onasiga umid uyg'otdi. Poytaxtimizdagi yetakchi klinika hamda markazlarning tajribali mutaxassislari qizaloqni barcha zarur tibbiy ko'riklardan o'tkazishib, operatsiya qilish lozimligini aytishdi. Xudo xohlasa umidimiz katta-ku, bu bepul operatsiya qilib berishlarini aytdi. Imkoniyatim deyarli yo'q. Prezidentimiz shuncha tibbiyotimizni rivojlantirib bergan, yolg'iz ona nogironlarga imtiyoz berganda katta-ku rahmat. Imkoniyatim yo'q edi. Qanday qilsam 2 yildan beri shuni faqat miyamda aylanib shunday to'g'ri kelganimga men juda ham xursandman bundan. Tibbiy ko'rik mobaynida 162 nafar bolalarda shu yerning o'zida, ya'ni 39 nafarda oftalmologik, 51 nafarda urologik, 64 nafarda lor va boshqa kasalliklar bo'yicha tekshiruvlar o'tkazildi. Bu tashabbus har oyda har xil viloyatlarga boramiz. U yerda ham xuddi shu fond bilan birgalikda bepul o'tadi. Bu ko'riklarda viloyatimizning barcha tumanlaridan qamrab olingan bemorlar tashrif buyurishgan. Mana shu bemorlarni mutaxassislar bilan birgalikda ko'rikdan o'tkazmoqdamiz. Bulardan murakkab diagnozi bilan bo'lgan bemorlar saralab olinib, shu yerni o'zida respublika markazidan kelgan mutaxassislar bilan birgalikda barcha murakkab operatsiyalar shu joyni o'zida o'tkazyapmiz. Moddiy imkoniyati yo'qligi tufayli farzandini davolata olmagan oilalar uchun ushbu xayriya aksiyasi mehr, e'tibor hamda insoniylikning yorqin namunasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aytish joizki, mazkur aksiya doirasida ham jamoat fondi tomonidan nafaqat bolalarni operatsiya qilish, balki ularni sog'lomlashtirish, zarur dori vositalar bilan ta'minlash kabi xarajatlar ham bepul amalga oshirildi.